Bu shishmakilarga narxini so'rayapsan sen, dalbemisan sen? Ya. Men unaqa gaplash desam, oka? Yo, qanday gaplashishim kerak? Bu 300 dollarga tortadigan telefon-ku bu. Hop, nech pulga sotmoqsiz? 100 dollardanmi? Etgan pulingizga olib ketavermayman-ku. Qanaqa bu nimalar deyapsizlar? 120 dollar beraman. Sayol olmasang, bor ketish. Ma'qul kelmasa, senlarda hamma pul dalbim, senlarda bo'ladi. Hamma narsa. Nima uni qilyapsizlar? Nimaga chaqirdingiz unda Bekobodga meni? Telefon. Aka, hozircha menga qarang, unaqa baqirmang, ko'tarib otib yuboraman bekorga. Meni va ko'tarish bandasiga emas. Liboy kelsa olimga yirtaman ko'tini. Voy, unaqa gaplashmang, aka. Unaqa gaplashmang. Bu ham bo'lsa bir chiroyli naqdda gaplashing. Hop, qo'lingizni tushirib gaplasha olasizmi? Men ham muomala. 150 dollar beraman, mayli. Yo. 250 turadigan joy. Mana, javob. Aka, menga qarang, vaqti o'zidan ketib qolibsiz lekin. Men uyimni qilishim ketdi, uylashim kerak. Maqsad shu. Nima xotin ham topib beraymi sizga? Menga xotin topishyapti, ko'cha to'la xotin. Bo'ldi, aka. 170 dollar beraman. Tushsiz tushib bering, aka. Yo, 200 dollar mana, turadigan joy. Aka, 200 dollar bo'lmaydi. 200 dollar bo'lmasa bir ketimda, betdan. Men boshqaga sotaman. Siz hazillashyapsizmi? Men 150 dollarga topib beraman. Bitta bola bor, Umid degan bola. Shunda bor telefon. Bo'ldi, shaharimizda. Bu aka, menga qarang, 170 dollar yomon narx bo'lmadi. Borib tursigimda puli ham emas-ku. Bu 150 dollar. Nima deyapsiz? Men asabim buzyapsiz. Ayvalo, meni mazgimni itarishga kellaymi? O'zim tushunmayapman. Yo, siz meni mazgimni itarish uchun chaqirdingizmi? Men sizlar marlar. O'yin qilyapsiz. Men chiroyli narx uchun gaplashganman, chaqirganman. Yo, mahallangizda turib sakrab tashlayapsizmi? Mahalla qilmaylar yerda. Libojada Toshkentda ham gaplashib qo'yaveraman, xohlasan. Sudrab qo'yingmi, aka? Meni sudira olmaysizlar, men itmanmi sizlarga sudralaydigan. Yo, aka, menga qarang, ular gaplashmang. Bo'ldi. Men 5 oling. Gaplashinglar. Unaqada bor ket, mashina boshlayman, yo'q boraman. Voy, menga qarang, 200 dollar berdim shu gapingizga. Hop. Lekin bitta shapalot tortaveraman. Shapaloq? Kenchi? Bitta shapalot tortaman, 200 dollar berib ketaman. Men paqirni ko'rasam, kallang kiydirib qo'yaman mana paqir yo'q xullas. Menga qarang, bo'ldi do'man, maski, bo'ldi, 200 dollar beraman. Bo'ldi. Bu mana ichidagi narsalarni o'chirib, korobkasini tayinlang. Bu men siz bilan keyin gaplasha olaman. Davay. Davay.